Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ismim Diyora, familiyam Aliqulova. Yoshim 18 da. Ayni damda Toshkent Gumanitar fanlar universitetining filologiya fakulteti ingliz tili yo'nalishi 1-kurs talabasiman. Maktablarda ham aktiv o'quvchi sifatida, ya'ni sahnalarda she'r aytib, boshlovchilik qilib kelganman. Hozirgi kunda ham o'zimizning universitetda ham juda ham ko'p tadbirlarda faol qatnashgan holatda boshlovchiliklar qilib, she'rlar aytib, tadbirlarda qatnashib kelmoqdamiz. She'riyatga qiziqishim borligini 9 yoshimdan bilganman. Ya'ni maktablarda tadbirlar bo'layotgan vaqtda menga she'r yetmay qolgan. Mana shu she'r yetmay qolganida men o'zim she'r yozishga o'zimni undaganman va 14-yanvar Vatan himoyachilar tadbiriga she'r yozganman va mana shuni tadbirda o'qib berganman. O'zi tabiatdan quvnoq va ayniqsa she'r yozish tunda ilhom keladi, ya'ni uxlab yotganimda xayolimga har xil xayollar keladi, ya'ni meni she'r yozishga undaydi, lekin dangasarligim tutib, ba'zan yozaman, ba'zan yozmayman, lekin hozirgi kunda doimo yonimga qog'oz bilan ruchka olib yotaman, ya'ni she'r kelsa yozaman deb, lekin ko'pincha menda ilhomlanish insonlarga qarab ilhomlanaman, ya'ni o'zimni hayotimdan emas, odamlarga qarab, masalan, bironta ona bilan bolani misol qilib olsak bo'ladi. Ona bilan bola, ona bolasi onasiga qattiq munosabat qilsa, mana shundan men ta'sirlanib, o'zimga mana shu o'g'ilni o'rniga o'zimni qo'yib, mana shu onaga qarata she'r yozaman. O'zimga eng yoqqan she'rim bu Kechiring onajon she'ri hisoblanadi. Ya'ni bunda men onamni xafa qilib qo'yganman. Mana shu narsadan ta'sirlanib, o'zim, ya'ni onamdan kechirim so'ra olmaganligim sababli men she'r orqali kechirim so'raganman. Ya'ni bu she'rimda haligacha onamga ko'rsatmaganman, lekin bu gazetada chiqdi bu she'rlarim. Ya'ni buni hattoki televideniyalarda aytib chiqdim. Shu fursatdan foydalanib, onam uchun bag'ishlab yozgan she'rimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Bilmay turib og'ritaman dilingiz. Qayta ranjitaman ko'nglingiz. Yoqmay qolar ba'zan so'zingiz. Kechiring onajon nodon qizingiz. Aylantirdim gulday umri sarobga. Xafa qildim, qo'ydim sizni azobga. Shayton ila ichdim qoniz qo'shib sharobga. Kechiring onajon mushfiq qizingiz. Kirdimmi yo ayyor shayton so'ziga, kirdimmi yo makkor hayvon so'ziga, qaytar olsam barin endi iziga. Kechiring onajon nodon qizingiz. Ona deyish uchun sizga arzimayman, mahkam quchib erkalashga botinmayman. Yashash uchun kerakmasman, yashirmayman. Kechiring onajon ahmoq qizingiz. Kelajakdagi eng katta orzu maqsadlarimdan biri bu jurnalist bo'lish va xalqimga manfaatli xizmat qilish. Chunki biz millat tayanchimiz.